Ma'lumotlarga ko'ra, viloyat hududida jami 1007 ta avtobus oraliq bekatlari mavjud. Viloyat hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda ularning holati, ayrim hududlarda oraliq bekatlarning yetishmasligi va mavjudlarning ta'mirtalab yoki qarovsiz holatda ekanligi tanqidiy muhokama qilindi. Odamlar qayerga borishni bilmaydi, ko'chani havoni issig'i 40 gradusda o'tirish kerak, yomg'ir yog'sa ham o'tirish kerak, qor yog'sa ham o'sha ko'chada o'tirish kerak. Bu odamlar qachongacha o'tiradi ko'chada? U ham qayerga to'xtashini bilmaydi avtobus. Xalq yuraverish kerak keyin azob qiynalib. Oddiy bitta astronomka qurish, unaqa bir katta bir imorat qilish, bitta maktab qurish emas. Topshiriq berilgan, hamma narsa bor. Viloyat rahbari Samarqand, Oqdaryo, Payariq, Toyloq, Jomboy, Qo'shrabot, Paxtachi, Nurobod tumanlarida oraliq bekatlarni qurish va rekonstruksiya qilish zarurati mavjudligini aytdi. Bugungi kunda Samarqand shahrida brutto shartnomasi asosida moliyalashtirish tizimiga o'tkazilgan 22 ta shahar avtobus yo'nalishlariga 243 dona zamonaviy avtobus va elektrobuslar joylashtirilgan. Brutto shartnoma tizimiga muvofiq tashuvchilarga ish hajmi va ko'rsatilgan transport xizmatlarining sifatidan kelib chiqib hisob-kitob qilinishi nazarda tutilgan. Biroq Samarqand shahrining Tong, Narpay, O'zbekiston, Firdavsi, Panjob, Sadriddinani, Pastarg'om tumanining Nayman ko'chalarida avtobus bekatlari va yo'l belgilarining yetishmasligi sababli yo'lovchilarni duch kelayotgan joyda avtobusga chiqishi-tushishi natijasida brutto shartnomasi tizimining asosiy mezoni hisoblangan sifat talablariga rioya etishning imkoni bo'lmayotganligi ma'lum qilindi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 22-yanvardagi 1-sonli qaroriga muvofiq shahar va tumanlar hokimliklari tomonidan bekatlarda video kuzatuv moslamalarini o'rnatish belgilangan bo'lsa-da, Jomboy va Narpay tumanlaridan tashqari birorta hududda ishlar boshlamaganligi, shuningdek, aksariyat bekatlarda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yetarlicha sharoitlar yaratilmaganligi yuzasidan mas'ullar ish faoliyati tanqid qilindi. Viloyat rahbari avtobus bekatlarini xatlovdan o'tkazib qurish, rekonstruksiya qilish choralarini ko'rish, bunda avtobus bekatlarida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yetarlicha sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilishi yuzasidan mas'ullarga topshiriq berdi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari ko'chalarda avtobus bekatlari tashkil etilgandan so'ng 5-12 yo'l belgilari o'rnatilishini ta'minlash zarurligi, shahar va tuman hokimliklari kisavurlik jinoyatlarining oldini olish maqsadida aholi punktlaridagi avtobus bekatlarini to'liq video kuzatuv tizimlari bilan jihozlash choralarini ko'rish bo'yicha aniq muddatlar bilan vazifalar belgilab berildi.